Ko'pchilik Spark oddiy sodda shahar avtomobili deb o'ylaydi, ammo aslida u jahon bo'ylab zo'r tarixga ega. Hammasi Italiyada boshlangan. Sparkning ilk dizaynini Giorgetto Giugiaro yasagan. Keyinchalik u Koreyada Daewoo Matiz nomi bilan ishlab chiqarila boshlagan. GM monopoliya bo'lgandan keyin esa Chevrolet Spark nomiga o'zgartiriladi. E'tibor qilsak, Sparkni ishlab chiqarishda O'zbekiston muhim rol o'ynagan. 2010-yildan dunyo poytaxti bo'lmish Asakada ilk Sparklar ishlab chiqarila boshlandi. Bu mashina hamma o'zbek xalqiga juda yoqib tushdi. Xalq ichida kichkina Captiva yoki Epica deb ham gap bo'lib ketdi. U Markaziy Osiyo, Rossiya, hatto Janubiy Amerikaga eksport qilina boshlandi. Bundan tashqari Sparkning elektromobil versiyasi ham bo'lgan. Spark so'zi grek so'zi olingan bo'lib, chaqmoq degan ma'noni bildiradi va yurtimizga xuddi chaqmoqdek kirib kelib, bo'lak Daewoo mashinalarini kuydirib ham tashlashni boshladi. Bizning bozorimizda Spark zapchastini deyarli hamma sotadi. Lovoyli zo'rini Ahmadboy, Balkan zo'rini Rahmatulloboy, kompyuterni Avazboy, fara stoplarni Sharobiddinboy, kobalt qilingan toshbaqasini esa Akmaldinboy. Xullas hamma boyvachchi ukalar sotishadi. Spark mashinasi zo'r chiqqanligi uchun Toshkentda Spark motor zavodi ishga tushirildi. Hurmatli do'stlar, sizlar ham Spark minganmisiz yoki Spark rol qo'yilgan bo'lgan mashinami? Undan qanday xotirlar qolgan? Izohga yozing.